Yana chap qanot. Xoldorxonov. Usmon Aliyevning uzatmasini ko'ramiz. Ikkinchi qavat orqali himoyachilar yo'l bermadi zarba uchun, imkon qoldirishmadi. Ikkinchi temp. Muhammadjonov Andronikashvili sinab ko'radi, yo o'zini aldab o'tdi. Endi zarba berdi va ajoyib gol urmoqda. Andronikashvili baribir uraman dedi. Birinchi himoyachi chiqib kelganda aldab o'tdi. Zarba beraman nima qilsang ham shu safar dedi va darvozashvili o'yinga intrigani qaytarmoqda. U Andijon muxlislariga umid uchqunlarini ham berdi. Mana qarang, birinchi himoyachidan o'tdi, ikkinchisiga kelganda zarba berdi. Zarba ham shunaqa berildiki, ortidan o'sha pult bilan boshqargandek kuzatib turdi. To'pning borishi ajoyib. Trayektoriya o'ziga xos edi. Texnika yuqori bo'lsa, mana shunday gollarni urish mumkin. Kuba